Salom, menga siz yordamingiz kerak. Qanaqa yordam bera olaman? Uyimni yangi qilib ta'mirlash kerak edi, diamondli qilib. Hozir pulini beraman. Nech pul? $12 bersangiz yetadi. Xo'p, mana sizga hozir tashlab beraman pul. Mana qarang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 $12 ana sizga. Oling. Xo'p. Bo'ldi, biznikilar ishni tez hal qiladi. Aha. Uyingizga borishingiz bilan bir basta ta'mirlab qo'yishgan bo'lishadi. Bemalol borishingiz mumkin. Xo'p, rahmat. Bo'lmasam men keta qoldim. Ular juda ham ishini tez qiladi deb aytdi, lekin ishini tez qiladimi, bunisi menga noma'lum, lekin uyimni zo'r qilishsa bo'ldi. Menga shunisi kifoya. Hop, haligacha nima desam bo'ladi? Bu pullarni lekin anchagina mehnat qilib topgandim. Endi shunisini endi bir gap bo'lar ko'ramizda. Hop, pulimni esa katmonimga solib qo'yaman. Aha. Hop, bo'ldi, yaxshi. Endi esa uyni ko'ramiz. Qanaqa bo'ldi ekan? Aha. Aha. Yo! Juda ham chiroyli, qandaydir go'zal ko'ryapsizlarmi? Menga juda ham yoqdi bu uy. Qaranglar, diamondli, hamma yoqlari diamond, juda ham zo'r. Uyni ichi qanaqa ekan o'zi? Vau, bu haliyam turibdi. Uy juda ham yaxshi. Endi esa nima desam bo'ladi? Nima? Ha, qishloqqa uyimni ko'rdingmi? Ha, ko'rdim. Judayam chiroyli ekan. Menga judayam yoqdi. Ha, yo'qotdi endi, diamondli bo'lgandan so'ng. Ha, yomondan kuldirasan-da, Tayper. Ha, to'g'ri. Xo'p, endi esa ichkarisini ko'ramiz. Vau, jigarlar, вообще, nima desam bo'ladi? Gapirishga til ojiz, juda ham chiroyli. Hamma yoq diamond. Qaranglar, pollar ham, nima desam bo'ladi? Yana boshqa narsalar. Bu yerga esa, bu yerga katmonimni solib qo'ysammikan? Yo, mayli, solib qo'yaveraman. Aha, yaxshi. Xo'p, qaranglar, juda ham zo'r. Hatto sandiq ham diamondli, derazalar ham, nima desam, chiroqlar ham, pollar ham, tomlar ham. O'zi rostdan tom diamondlimi? Yo, lavam nima bo'ldi? Bir tomoni sal pastroq bo'lib qopti. Tepasini ko'rishim kerak. Tepasini qayerdan ko'rsam bo'ladi? Bu yerga chiqib ko'rsammikan? Baribir ko'rinmas ekan. Mayli. Lekin bu yerda jicha toshlar qolib ketibdi. No, mayli. Bo'laveradi. Endi tepaga chiqib qarab ko'rishim kerak. Nima bo'lyapti menga? Ha, yaxshi. Endi tepaga chiqib tepasini, uyimni tomini ko'raman. Diamondli qilishibdimikan, yo'qmi? Hop. Yo'q, hatto tomini ham diamondli qilishibdi. Juda ham zo'r jigarlar. Yo, mayli. Suvga tushaman deb o'ylagandim, tusholmay qoldim. Hop, do'stlar, judayam zo'r. Короче, aha, bu yerda eshik, mana har doimgidek. Hop, juda ham charchadim, bolalar. Stop, nima bo'lyapti? Ha, endi o'tirdi. Juda ham charchagandim, meni uyqum kelyapti. Bo'pti, men uxladim unda. Tezroq bu yerni kavlab olishim kerak. Bu yerdan boshlasammikan? Mana bu joyni buzib ketaman. Axir bular diamond-ku. Bularni solsam anchagina pul keladi menga. Tezroq kavlab olay. Bo'ldi, menga shu ham yetadi. Bu yerdan ketdim. Yo-mayo, nimani shovqini keldi? Qanaqadir tovush eshitildi, xuddi kimdir kirkadi. What the hell? Nima bo'ldi bu yerdagi bloklar qani? Yo-mayo, bu yerdagi bloklarim qani meni? Yo-mayo, diamondli, bunga men anchagina pul sarflagandim. Yo'q, nima bo'ldi endi? Nima qilaman? Do'stlarimni chaqirishim kerak. Qishloqqa. Hatto qishloqqa ham yo'qmi? Yo-mayo, hech kim yo'q-u. Stop, nimaga hech kim yo'q? Umuman tushunarsiz, hamma ketganmidi? Bu tomonga borib ko'ray, baribir hech narsa yo'qmi bu yerda? Yo-mayo, bu qishloqlar menimcha aniq ko'rmagan. U kim qildi meni bu yerlarimni? Allo, nima desam bo'ladi? Tower. Yo-mayo, tower ham yo'q-u, Qayerda ular hammasi? Ha, axir ular qishloqlari bilan birgalikda sayohatga ketamiz deyishgandi. Men esa esimda yo'q, ular bilan birgalikda ketsam bo'lardigan. Uyimni bekardan diamondli qilib pulimni sarflabman. Yo-mayo, endi esa uyimni bir bo'lagini olib ketishdi. Endi nima qilaman? Yo-mayo. Yo'q, qayoqqa boraman endi? Bir narsa qilishim kerak. Xo'p, endi nimalar qilsam bo'ladi? Yaxshi ham politsiya chaqiribman.
boshliqlar qayerda? Uyingizni ichini tekshiryapti. Э, Salom boshliq. Nima qilyapsiz boshliq? Meni eshitmaysizmi? Boshliq qarang, nima bo'libdi o'zi? Xullas, ular bir kishi bo'lgan. Keyin esa barmoq izlarini Ha, topolmadi. tushundim. Bo'pti. Rahmat katta. Yo, bular bu yerini tekshirishdi. Aytishlaricha o'g'rilar bitta kishi bo'lgan menimcha, chunki ko'p kishi bo'lganda hammasini olib ketishgan bo'lardigan. Keyin esa bu yerda barmoq izlari yo'q. Shunaqa narsalar. Ularni topishar ekan 5 kunga qolmasdan. Ularni topsak bo'ldi. Yaxshiyam hamyonimga tegmayapti. Stop. Diamond turibdimi? Yo'q. To'g'ri, to'g'ri. Boyagi qishloqqa aytganda, nima desam bo'ladi? Blok qo'yib ketishadi. Agar birortasi yo'qolib qolsa, o'zingiz qo'yishingiz mumkin deyishgandi. Lekin oddiy diamondli blok, mana bunday bloklar yo'q ekan. Nima qilaman endi? Mana bu diamondni olib olamanmi? Olib, birorta blok yasasammi? Stop. Bo'ldi, baribir bo'lmaydi ekan. Mayli. Nima ham derdik, endi esa bu yerimni ham bir balo qilib to'g'rilashimga to'g'ri keladi. Shuncha pulim ketganda, hammasi dollar edi. Ko'kidan-da. U pulga men hozir nimalar qilgan bo'lardim, bunisi esa noma'lum.